Bolam xamir yoyib bo'ldim. Kartoshka piyozga qarashib yuboring. Oyjon bolaga qarashim kerak. O'n so'ra ovqat qilib tursangiz bo'lmasmidi? Ey, menga qara, men xo'rsam. Anta-onam bitta o'zlari xonim qolib chiqib qarasang bo'lmaydimi? Voy adasi, hozir kirdim oshxonadan bering. Oyjon, men o'zim qilaman, siz charchab qolasiz desam ham, "Yo'q, siz bolalaringizga qaravering, o'zim qilaman" deb qo'ymadilar oyjon. Hozirgi kunda mana oilaviy mojarolarda faqat ayollar, erkaklar deb aybdor deb bila olmaymiz-ku. Ikki tomon aybdor. Bir tomonga aybdorni hech qachon qo'yib bo'lmaydi. Bizani onalarimiz ham qaynona, qaynotani ham o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Yoshligimizda ham qaynona, qaynotani ham aytganini qilib yurishgan. Doimiy ravishda boshqa bilan o'zini erlarini, ya'ni adalarimizni qo'shimcha mehnati, o'sha buyrug'i deymizmi, talabi deymizmi, hammasini bajargan. Hech bir muammo ko'rmaganmiz-da. Lekin hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar, to'g'ri, ba'zan har kim ham hozir qiz bola katta qilyapti. Shunaqa tushuncha borki, qizlarimizda ortiqcha gapirib bo'lmaydi bularga. Bitta gap gapirsangiz kamdek tuyuladi, ikkita gap gapirsangiz ko'pdek tuyuladi. Uchinchi shaxs aralashuvi deganda o'tgan mavzuyimizda aytganimda, faqatgina lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Hurmatli opalarimiz, singillarimiz, uchinchi shaxs aralashuvi deganda faqatgina ular emas. Hozirgi kunda yana ko'p murojaatlar ham kelib tushyapti. Qaynona, qaynotalarni aralashishi, ya'ni oilani o'zini shaxsiy ishlariga qaynona, qaynota, ya'ni qiz tomoni ota-onasi aralashishi. To'g'ri. Bildirishimiz mumkin. Yana eng ko'p narsa hozir uchinchi shaxs aralashuvida er-xotin to'polon qilsa, qizning onasi kelib turib, qizi noto'g'riligini bilib turib, kuyim to'g'ri deya olmasa ekan. Faqatgina sen to'g'risan deb qizini yonini oladi, qizini nima deydi, ruhiyatini ko'taradi. Tushunmaydi, ruhiyatini ko'taradi. To'g'ri, bir tomondan to'g'ri ruhiyatini ko'tarishi, lekin bu salbiy ta'sir-ku. Qizini haqqoniy emasligini, ya'ni qizini noto'g'riligini bilib turib, "Sen to'g'ri qilibsan, malades" deyishini o'zi bu oilaning bitta buzilishiga olib keladigan eng katta sabablardan biri. To'g'ri tushuninglar, qaynona 20 yoshga qo'yadi, uylantirib o'tganda 25 yoshga qo'yadi shu o'g'ilni. To'g'ri, qizlar ham oynasini tashlab keladi, erining uyiga hamma narsadan voz kechib keladi. Onaning mehri boshqacha-da. O'g'ilni shuni tayyorlab boshqa qizga berishi, nima deydi? Onaning rashqimi bu ayoliga nisbatan mehr berishi oqibatida kelib chiqyapti shu qarshiliklar. Onani rashqi desak ham bo'ladi. Har xil bahona qilib urush chiqarishi mumkin qaynona. Rashq tufayli. Lekingina alim kelinlarimiz, alim qizlarimiz bor, ham qaynonaning tilini topadi, ham erining tilini topadi, qaynotasini tilini topadi. Yo'q demaymiz, bor. Ko'p ham bunaqa qizlarimiz. Baraka topsin deymiz unaqa. Qizlarimiz onalari tomonidan, otalari tomonidan yoki akalari tomonidan aralashib o'ylanib qo'yayotgan holatlari juda ko'p. Oddiy tepada sanab o'tdim bu holatlar. Har narsaga kelib turib qo'shilishi noto'g'ri narsa. Bu to'g'risini aytsam, o'sha oilani erkagini g'ururiga tegadigan juda katta ta'sir bor. Erkakka ta'sir qiladigan, salbiy ta'sir qiladigan, oilani buzilishiga olib keladigan eng katta ta'sir shu onani aralashishi, otani aralashishi. Lekin shunaqa ayollarimiz bor. Sen onangga qilding, ana onam ham xuddi shunaqa qilgan deydi. Uni tug'ilgan kuniga yoki bo'lmasa unga mana misol uchun 1 millionlik narsa qilding, sen mana onam ham xuddi shunaqa teng huquqli qilgan deydi. Bu endi noto'g'ri-da. Nima uni onasi o'stirib katta qilib qo'ydimi edi? Noto'g'ri narsa. To'g'ri, erkaklarimiz tomonidan qaynona, qaynotaga bu bilan hurmatsizlik bildirish kerak emas. Erkaklarimiz ikki tomondan hurmat qilib. Lekin teng ko'rsin degan narsaga men qarshiman. Haqiqiy onasini, ayolini onasini teng ko'rsin degan tushunchaga umuman yuz o'rnatish. Mehr ko'rsatish kerak, hurmat qilish kerak, to'g'ri. Lekin teng ko'rsin degan narsa men qarshiman. Chunki erkaklarimiz bu narsaga teng ko'ra olmaydi. O'zini onasidek ko'ra olmaydi, qaynonasini. Qizi zo'r bo'lsa, xohlasa, xohlamasa ayolini ham hurmatini joyiga qo'yib qo'yadi, ayolini onasini ham, ya'ni qaynonasini ham, qaynotasini ham joyiga o'zi o'ylagandan ham ko'proq hurmatini joyiga qo'yib qo'yadi. Agar bunaqa erkaklarimiz bor, o'zini 100% bor yigitlarimiz bor. Chunki o'zida ham vijdon bo'layapti. Ayolim shu darajada ma'lum hurmat qilyapti, bitta oilamni, onamni, otamga chilayapti, sinimni xarakteriga chilayapti, hamma xarakteriga chilayapti. Men nima uchun qaynona, qaynotamni xolaqol so'rab tursam, nima yomon degan tushuncha bo'ladi. Agarda uzri ayollarimiz, qizlarimiz men bitta rotatsiya o'qimoqchi emasman. Amaliyotdan kelib chiqib, sud jarayonlaridagi tortishuvlardan, ajrimlardan kelib chiqib, bahonalarni, sabablarni eshitib, oddiygina biz o'zimizni xulosam etdi, xolos. Ya'ni hozirgi kunda eng ko'pi shu uchinchi shaxs aralashuv. Ota-onalar sal tinch qo'yishimiz kerak. Yangi oilani ikki tomon ota-onasi.
ozgina imkon berish kerak yoshlarga yashab ketishiga. Ana undangina imkon bo'lmasa yashab ketishiga sabab ko'rilmasa, menimcha undan keyin ajrimda boshqa iloji yo'q. Ular aytganini qilib berish kerak. Chunki qaynotani ham tili uzun bo'ladi. Hamma senga imkon berdim. Mani yomonlading, men bilan yashaging kelmadi, ana o'zing alohida yashattirib ham qo'ydim. Mani eringni eplolmading-ku degan tushuncha. Tili uzun bo'ladi. Demoqchimanki, ana o'shanda qizlarimizni haqiqiy aybi ochiladi. Agar qaynotani uchun shaxsi minnat qilishayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa teskarisi erkaklarimiz, yigitlarimiz uchinchi shaxsga qaynotani o'rgatadi, xolavachchalar o'rgatadi degan narsa. Bu sabab hayotda bor. Ering unga qo'ydi, sen povod berma, u qilma, bu qilma. Qizlarimizga zo'r aql o'rgatuvchilarimiz bor. O'zi bilmaydiki bitta oilani barbod qilayotgani, 2-3 ta farzandi bo'lsa, boring bir nafar farzand bo'lsa, bir nafar farzandni ota degan so'zidan yiroq qilish uchun, yiroq qilib qo'yganini yoki bo'lmasa ajratayotganini bilmayapti. Ular. Mana shu berayotgan tushunchasi, berayotgan o'qituvi, berayotgan o'sha maslahati, berayotgan aqlli fikrlari uchun. Mana shu iltimos qilardik, agarda adolatli maslahat bera olmasanglar, bermaganinglar yaxshi. Er-xotin o'rtasida tushgan o'zi haqli. Hayot tajribali yetmaydimi? Men bir xil shunaqa yosh katta qaynona-qaynotalarni ko'ramiz. Fikrlash doirasi uzri, ana kecha maktab bitirgan boladan ham battar. Hayot tajribali yetmasa maslahat bermaydi. Maslahat berib qizinglarning hayotini buzib qo'ymaydi.